Yo, WhatsApp nigger bola obunachilar. Bugun sizlar bilan birgalikda men Hacker va bugungi videoda biza Grannyni tog'asimiz. Bizlar bilan birgalikda Odilboy. Sizlar kim deylar desam, Shomila hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan birgalikda men Odilboy va sizlar bilgan va sizlar tanigan xullas o'sha. Va Mistrovek. Barchaga salom do'stlar, sizlar bilan birgalikda men Mestro. Xo'p, bola, bugungi videoda biza obuna bo'l nigger. To'g'ri. Kim yozgan bo'lsa ham. Xo'p, короче, bugungi videoda biza WhatsApp obunachilar sizlar bilan birgalikda men Hacker va bugungi videoda biza ko'rib turganingizdek qanaqadir qo'q bo'shmiz. Bugun biza Tomb Raiderning o'rnida bo'lamiz. Ya'ni Tomb Raider qiz bola-yu, endi bu yerda 5 ta stek ovqatimiz qolmay qolsa, bola kroshda bu menimcha boshlanishi, pastda esa nimadir bor. Buni bosib ko'ramiz. Nima bo'ldi? Eshityapsizlar? Tepada ham joy bor, qanaqadir. Prosta yo'qqa chiqa olmaymiz. Shuning uchun pastga tushishga to'g'ri keladi, go bo'ldi. Bosib pastga tushamiz. Bo'ldi. Yo. Короче, biza yo'lni davom etishimiz kerak. Bola, Tomb Raiderni o'g'il bola variantimiz biza. Ochilib ketdi. Nima bo'lyapti? Go bola, let's go. Piramida. Go bola, biz eng tepasiga chiqishimiz kerak menimcha. Bu yerda nimadir bor. Aytgancha bola, videoga like bosib qo'ydinglarmi? Hoy nega? Men kutyapman. Nega sen hali ham like bosganing yo'q? Hozir ko'rayotgan videoingiz sizga yoqqanini bilishim uchun like bosing. Qani qancha odamga bu videoim yoqibdi? Обязательно videoga like bo'lishi kerak. 5000 ta likedan oshirib qo'yamiz. Demak biz bola bugungi videoda piramidani ichini tekshirib chiqamiz. Yo. Menimcha bu faqat mehmon parkurga o'xshayapti ko'pincha. Lekin o'tishga harakat qilaman. Xo'p. Yana nimalar qilish kerak? Bu yerda richak. Richak shu yerdan ham bossak bo'lar ekan. Stop. Richak qayerni ochib beradi o'zi? Xo'p. Richaksiz boraylikchi. Faqat bu yerda sandiq. Hech nima yo'q. Stop, mana bu yerni kim qildi? Richakni bosmadimi hali? Ana mayli. Qo'bola chiqishimizga to'g'ri keladi. Bizani chiqarib yubordi-yu. Endi nima qilamiz? Bu yerda ham kirish joyi, boyak joyi bu. Demak, boyak richakning oldiga boramiz. Yo'q, mana bu yer ochilibdi. Tush keram. Boshqa hech nima yo'qmi? Lekin mana bu takoy menga yo'qdi, naqsh bilan ishlangan. Go, tushamiz. Backrooms. Xo'p, tepaga chiqishimiz kerak ekan. Yana parkour. Qanaqa qilib chiqamiz? Bo'ldi, tushunarli. Sakraymiz. Yo'q, hozir biz aylanib borishimiz kerakmi yo'qmi? Xo'sh, nima qilaman endi? Bu yerda sandiq bor ekan. Secret. Nima bu? Nima? Secret bu? Mayli. Bo'ya ham bor edimi bu yer? Juda qiziqarli ketyapti. Menimcha go'sht chiqadi. Aytgancha ovqatim. Xo'p, biz ana bu yerga borishimiz kerakmi? Bu yerda nimalar bor? Ko'p birinchi bu yerga borib ko'ramiz. Daryo. Yo, what? Bu yerda cho'k bo'laman-ku. Hech nima yo'q-ku. Mana bu yerda qanaqa teshik bor ekan? Tush pastga tush. Tushmayapti. Mayli bola, bu yerda hech nima yo'q. Yo'q. Men o'zi boshqa joyga borishim kerak edi. Xo'p. Sphinx. O'lami. Boshqa narsa o'ylagandim. Bu kartani sketch qilayotgan paytim yurguchi kerak. Mana bu yerga o'tish kerak ekan. Qo'llar tugadi. Qarashda endi biza, ya'ni men ikkinchi levelni topsam, ikkinchi levelni ham chiqaraymi, yo'qmi? Buni o'zingizlar kommentga yozib qoldiringlar yoki boshqacha video chiqaraymi? Menga o'zi bu uncha yoqmadi, chunki qanaqadir zirkalliroq bo'ldi-yu, nimayli. Qarashda bo'ldi. Videoga like bosinglar degan umiddaman. Kommentga ham o'z fikringizni qoldiring va kanalimga obuna ham bo'lib qo'ying. Hammaga xayr, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bu men yo'g'a chiganlar Hacker. Yo'q, nimasi bu? Yo'q. Bismillah. Yomon tush ko'ryapman. Yaxshi ham tushim ekan. Tushimda hamma joy dumaloq bo'lib qopti. Minecraft dumaloq bo'lsa ya, shu ham tushmi? Xo'p, bir havo almashtirib kelay.
What the qanisan Jamol, nimalar bo'lyapti? What the Dumaloq, Jamol, qayergasan? Uyigamisan? Jamol. Ye? Nimalar qilyapti bu? Ye? Shunaqa joyi bormi uni uyda? What the? Tunel bor ekan-ku uni uyda. Xo'p, tushaylikchi. Okay. Yo! What? Bro, Kudimi Minecraft dumaloq bo'lib qopti. Kudimi bu yoqqa chiqqan. Okay, chiqdimi? Okay, qara. Minecraft dumaloq. Menga bu juda yoqa boshladi. Men bu yerda hammasini ko'rishim kerak. Hamma kerak narsalaringni olib chiq. Biz sayohatga chiqamiz. Mayli, go. Men ham kerak narsalarimni olaman. Let's go. Dumaloq Minecraft. What? Yo. A few moments later. Yo, what? Falan yildan beri kutib turman. Hali ham kelgan yo'q-a. Uf, o'zi nima qilyapti? What? Kel narsalar shumi? Let's go bro. Qarashday biz ana bu yerga borishimiz kerak. Xo'p, o'sha yerga sayohatga chiqamiz, keyin uzoqroqqa ketamiz. Men dumaloq yerdan hamma joyini ko'rib chiqishim kerak. Go. Mana bu yerlar realni. Let's go bro. Bitta suvga sakrab ko'ray. Bitta ko'ray. Go, sakra. Sakra. Yo, let's go. Nihoyat o'rmonga ham kirib olyapmiz. Wow, o'sha juda realni chiroyli ekan, ha? Qarashday hayot qonuniga o'tamiz. Bizlar rivojlanib olishimiz uchun bizlarga birinchi o'rinda daraxt kerak. Xo'p, mana bu daraxtni sindirishimiz kerak. Let's go. Xo'p, buni ko'zi bor. What the fuck? Ikkinchi o'rinda esa bizga ovqat kerak. Uning uchun bizga qilich kerak. Qilich bilan ovqat topamiz. Let's go. To'xta. To'xta. Qayerga ketyapsan? To'xta. Xo'p, endi biz bironta yashash uchun joy topishimiz kerak, to'g'rimi? Xo'p, tushamiz. Yo, what? Bro, ichiga kirib ko'rishim kerakmi? Let's go. Siz shu yerda turib turing, okay? Xo'p, mana yaxshi fonar olib olgan ekanman. Xo'sh, okay. Wow. Let's go. Sandiq. Xo'sh. Qanaqadir kitob bor ekan. Yo, what?